O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi 2011-yildan beri davlat xaridlari tizimini takomillashtirib kelmoqda. Davlatimiz rahbarining davlat xaridlari sohasini takomillashtirishga berayotgan e'tibori tufayli sohada korrupsion holatlarning oldini olish, unga sharoit yaratib berish omillarini bartaraf etish yuzasidan bir qator farmon va qarorlar qabul qilinib, tizimda samarali islohotlar olib borilmoqda. Davlat xaridlari shaffofligini ta'minlash va samaradorligini oshirishda elektron tizimning ahamiyati katta bo'lmoqda. Joriy yilning o'tgan 11 oyi mobaynida birjaning davlat xaridlari bo'yicha xarid.uzx.uz elektron savdo tizimida o'tkazilgan savdolar natijasida viloyatda 900 milliard so'mlik byudjet va korporativ buyurtmachilarning jami 100 milliard so'm mablag'lari tejalishiga erishildi. Viloyat prokuraturasi tashabbusi bilan o'tkazilgan navbatdagi o'quv seminarda tovar xom ashyo birjasi viloyat g'aznachilik xizmati boshqarmasi xodimlari ishtirok etdilar. Unda O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonuni ijrosini ta'minlash, shuningdek korrupsion holatlarning oldini olish masalalari muhokama qilindi. Seminar davomida davlat xaridlari sohasida yo'l qo'yilayotgan qonun buzilish holatlari, byudjet mablag'larini maqsadsiz sarflanishi sabablari va bu kabi holatlarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlar atroflicha ko'rib chiqildi. Bugungi seminarda tadbirkorlarimiz hamda ishlab chiqaruvchilarimiz Namangan viloyatidagi byudjet hamda korporativ buyurtmachilar tomonidan olib borilayotgan davlat xaridlari savdo tizimidagi yangiliklar bo'yicha to'liq tushuncha berildi. Agro-uzx.uz savdo tizimi ishga tushirildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish bo'yicha, shuningdek, Farma.uz savdo tizimi ishga tushirildi. Farmatsevtika mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarni savdolarini jadallashtirish bo'yicha 2025-yil o'tgan davr mobaynida mana shu yangi ishga tushirilgan platformalar orqali jami 900 milliard so'mdan oshiq savdolar amalga oshirildi. Bu qanday samara berdi? Bu byudjet mablag'larini 100 milliard so'mdan ortiq tejab qolishiga erishildi. Bugungi tadbirda ham ana shu sohadagi yangiliklar barcha ishtirokchilarga batafsil tushuntirildi. Ta'kidlanganidek, qarzdorliklar asosan mahsulot yetkazib berish, xizmat ko'rsatish, pudrat ishlari, kommunal xizmatlar hamda oldi-sotdi shartnomalari hissasiga to'g'ri keladi. Seminar davomida ishtirokchilarga sohadagi islohotlar, qonunchilikdagi o'zgarishlar mazmun mohiyati tushuntirildi.